Assalomu alaykum. 8-sinf adabiyot darsligidagi mavzularni sizlarga audio variantini havola o'quvchi va abituriyentlar uchun mehnatimizni qadrlagan holda videolarimiz ko'pchilikka tarqalishi uchun obuna va like bosishingizni so'rab qolamiz. Lutfiy 1366 1465 Dars davomida Lutfiy gazallarning badiiy xususiyatlari haqida bilib olamiz. Gazal janri haqidagi bilimlarimizni mustahkamlaymiz. Mavlono Lutfiy Xiv asr o'zbek mumtoz adabiyotining atoqli namoyandasi, o'zbek va fors tillaridagi asarlari bilan Sharqda katta shuhrat qozongan so'z san'atkoridir. Shuning uchun ham zamonasining ahli adabi va ahli fuzalosi uni Malik ul Kalom, ya'ni so'z podshosi deb e'zozlagan. Manbalarda taxallusi oldidan ulug' ustod ma'nosidagi Mavlono sifatining qo'shib tilga olinishi ham shundan. Alisher Navoiy Majolis un-Nafoisda shoir haqida iliq so'zlar aytadi. Mavlono Lutfiy o'z zamonasining Malik ul Kalomi erdi. Forsiy va turkiyda naziri yo'q erdi va turkcha devoni ham mashhurdir. Lutfiy Alisher Navoiyning ham ustozlaridan biri bo'lgan. U 1366 yili tugilib, 1465 yili vafot etgan. Manbalarga ko'ra, Lutfiy madrasada tahsil olgan, arab va fors tillarini yaxshi bilgan, ayniqsa turkiy tilda go'zal asarlar yaratgan. Uning yuksak iste'dod sohibi ekanini o'z zamonasining hukmdorlari, olimu fuzalolari yaxshi bilgan. Shoir gazal, qita, ruboiy, tuyuq va fard kabi janrlarda ijod qilgan. Shoirning gazal va tuyuqlari asr o'zbek she'riyatining go'zal namunalaridir. Lutfiyning ko'plab gazallari qo'shiq qilib kuylangan.